Ukam, bu hava qazanı setvarlı xil olib ketdi. Uyimda turib, tuzu besmi ketdi. Shunda pishog'il bo'ldigan yaxshi bir narsa o'gitib qo'ymamsa. Mana tish cho'rak, ich yumshoq, shirinlik, to'xo qanti pishirib. Yurak bellasini besib, bizni banjo qilib. To'xo qantiga yanto 2 pichoq urib olamiz. Qanotni tamlantirib olamiz. Bir qo'shiq xoyu, bir qo'shiq zira, bir qo'shiq kavablaza, vijangdan azroq, jijangdan azroq. Bir qo'shiq may. Ilashtirish bosqichi. Agar uyinglarda ranglar bo'lsa, azroq yetib texmi ranglik farqroq chiqadi. 20 minut tamlantirib olgandan keyin qanotni 20 minut tamlantirib olgandan keyin qanotimizni tizib olamiz. Gradusini 180 gradus 20 minut tug'izib olamiz. 10 minut to'g'andan keyin qanotimizni o'rib olsak bo'ladi.